Assalomu alaykum rahmatulloh. A2 darajadagi Istanbul yabanjilari turkcha o'rgatim seti kitobi asosida darslar qilib va bizlar qayerga keldik? A2ni 5-6 unitedagi grammatik mavzularni o'tamiz. Bugun faqat grammatik mavzu bo'ladi. Shu 5-unita bilan oxirgi 6-unitda, ya'ni 5 va 6 darslardagi nimalarni ko'rib chiqamiz? Grammatikani ko'rib chiqamiz va shu bilan A2 darajasini tugatamiz. A2 darajasi grammatik mavzuni tugatamiz. Keyin Telegram kanalida nima bo'ladi? E, Shuni so'zlari, lug'atlari qo'yiladi, dinlamalari qo'yiladi, yozma mavzulari qo'yiladi, o'rnak misollar ham qo'yiladi. Orada B1 darslari ham boshlanadi inshaalloh. Va bugungi mavzuyimiz birinchisi rijo etma. Ya'ni iltimos qilish ma'nosida. Geniz zamon so'ruv shekli rijo anlamida kullanılır. Geniz zaman o'tgan safar o'rgandik geniz zamoni. Ana shu geniz zamonimizni savol holati rijo, ya'ni iltimos ma'nosida ishlatilar ekan. Misol uchun o'rnak: "Masai silarmisan?" Stolni artib olasanmi? Ya'ni iltimos artib olgin degan ma'nosi bor. Nima deb javob beramiz? Silarim. Ya'ni geniz zamon. O'tgan zamonda sildim demayapti yoki hozir siliyorum demayapti hozir zamonda yoki kelasi zamonda silajam demayapti. Hamma zamonni o'z ichiga olgan geniz zamonni so'radi savol qilib va shunga yarasha geniz zamonda javob berdik. Hop, pencere açar mısın? Oynani ocha olasanmi? Tabiiy, albatta. Bu kitoblarni Fotiha verir misin? Bu kitoblarni Fotihga bera olasanmi? Evet, veririm. Ha, beraman. Geniz zamoni qo'shimchasi nima edi? R. Gapga qarab, mana tepada ko'rishingiz mumkin. Yana bitta qaytara olish uchun o'tgan mavzuni mana bu bitta berib qo'ygan edi. O'rnak misol qilib R yoki ar, ir, ir, ur, ur. Gapga qarab, fe'lga qarab. Fe'l oxirida unsiz harf bo'lagan bo'lsa, ya'ni undosh harf bo'lagan bo'lsa va bitta bo'g'inli bo'lsa, ir, ir, ur, ur harflar, qo'shimchalar qo'shiladi. Geniz zamoni qo'shimchasi. Agar fe'limiz undosh bilan tugagan va bir nechta bo'g'inlardan iborat bo'lgan bo'lsa, bunda geniz zamoni qo'shimchasi ar bo'lardi. Ko'p bo'g'inli bo'lib turib istisno holati bo'lgan bo'lsa, yana ir, ir, ur qo'shimchasi qo'shilardi. Lekin fe'limiz unli harf bilan tugagan bo'lsa, undan oxiriga r harfi qo'yilar edi dedik va istisno holati bo'lgan fe'llarni ham misolini berib qo'ygandi. Bitta fe'l tushlab ko'rsatgan edi. Bitta qaytarib oldik. Evet, veririm dedi. Hop, keyingi misolga o'tamiz. Chantamni tutarmisan? Sumkamni ushlab tura olasanmi? Şoför bey, lütfen orta kapıyı açar mısınız? Açar. Yani aç bir bo'g'inli fe'l. Unga oxiri undosh bilan tugagan va nima qo'shimcha qo'shildi? Tepadagi qoida bo'yicha ar qo'shildi. Chantamni tutarmisan? Tutmak. Tut fe'l. Ar oxiri undosh bilan tugagan va bir bo'g'inli bo'lgani uchun ar qo'shimchasi qo'shildi. Verir misin? Vermek, ver, bir bo'g'inli oxiri undosh, ir qo'shimchasi qo'shildi. Istisno bo'lgani uchun, istisno fe'llar orasida bor adashmasam. Yo'q, tek bitta bo'g'inli bo'lib turib, undosh bilan tugagan bo'lsa, ar, ir, ir, ur qo'yilardi. Xo'p, masai silarmisan? Silmek, sil, unga er qo'shimchasi qo'shilgan. Yana veririm, vermek, ver, ir qo'shimchasi qo'shilgan, geniz zamon qo'shimchasi im, shaxs, kishi deydi turkchasiga, zamir qo'shimchasi. Oxirgi misolimiz bebek uyuyor, chaqaloq uxlayapti. Uyuyor hozirgi zamon fe'li, uyuyor hozirgi zamon qo'shimchasi. Musiqaning sesini biroz qisarmisan? Musiqani ovozini ozgina pasaytira olasanmi? Qismak, ovozni pasaytirmoq, qis fe'l o'zagi ar geniz zamon qo'shimchasi. Ya'ni bebek uyuyor hozirgi zamon, undan keyin gapimiz geniz zamonda kelgan gapimiz.
E, O'rnaklarni ko'rdik, mashqlarni bajarmaymiz. O'zinglar bajarsanglar, kommentariy yozib qoldirsanglar yoki Telegram kanaliga o'tib o'sha yerdan so'rasanglar, albatta javob beriladi inshaalloh. Lekin bu yerda hozir biza grammatik mavzuni ko'rish uchun tez-tez o'tib ketishimiz kerak. O'quv matnlarini o'tib ketaman. Ularni keyin yana kanalda qo'yiladi inshaalloh. Faqat grammatik mavzularni ko'ramiz. Dir eki. Dir eki to'rt xil bo'ladi. Dir bo'lishi mumkin. Nuqtasiz i bilan yoki nuqtali i bilan birga bo'lishi mumkin. Nuqtasiz va nuqtali bilan yoki dur bo'lishi mumkin. Nuqtasiz u bilan yoki nuqtali u bilan e, men bir dana kichkinada qilib yozdim. Yozimda qoldi. Dur bo'lishi mumkin yoki e, dir bo'lishi mumkin nuqtali u bilan. Dir, dir, dur, dür bo'lishi mumkin. To'rt xil holatda kelishi mumkin. Bu nima uchun ishlatilar ekan? Belirsiz geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamandan sonra gelir ve kullanarak cümlenin anlamını pekiştirir. Ayrıca cümle tahmin anlamı kadar. Bu ek yazılı dilde özellikle resim metinleriyle ders kitabı, ansiklopedi gibi bilgi verimi amaçlı metinlerde değişmez doğruluğu anlatmak için sıkça kullanılır. Nima deyapti? Bu belirsiz geçmiş zamanı belirsiz bo'lgan holatda yoki şimdiki zamanda va kelasi zamondan keyin keladi. Uchta zamondan keyin ishlatiladi. Uchta zamon bilan birga ishlatiladi va zamon qo'shimchasidan keyin keladi qo'shimcha. Misol uchun iyor qo'shimchasi bo'lsa, hozirgi zamon qo'shimchasi ana shu qo'shimchadan keyin keladi demoqchi. Belirsiz geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamandan keyin keladi ve cümlege ma'no qo'shib keladi. Nima ma'no beradi? Ko'pincha taxminiy ma'no beradi. Bu e, yozili dilda, ya'ni u asosan rasmiy matnlar, dars kitoblarida, ansiklopediya kitoblarida ishlatilgan paytda nima ma'no beradi? Bilgi verme amaçlı. Ya'ni ma'lumot berish maqsadida değişmez, o'zgartirib bo'lmagan to'g'rilarni tushuntirish uchun, ya'ni hamma biladigan to'g'ri narsalar va uni o'zgartirib bo'lmaydi. Ana shu narsalarni tushuntirish uchun ansiklopediya, rasmiy matnlar, dars kitoblarida kelsa o'zgartirib bo'lmagan to'g'ri ma'lumotlarni ifodalash uchun keladi. Xo'p, bu qo'shimcha qanaqa qo'shilar ekan? Demak, fe'l bo'ladi. Mana formulamiz fe'l plus hozirgi zamon bo'lgan bo'lsa yor, uyor, uyor, uyordan bittasi, kelasi zamon bo'lgan bo'lsa ajak, ejek, yajak, yejakdan bittasi va undan keyin dir qo'shimchasi yoki dir qo'shimchasi yoki dur yoki tur qo'shimchasi fe'lni oxiridagi ulliga qarab o'zgaradi. Bu fe'l bilan kelishi ism bilan qanaqa keladi? Ism va ismdan keyin sirazi dir, dir, durdan bittasi keladi. Ismni oxirgi ullasiga qarab turib qo'shiladi qo'shimchamiz. Misol, örnekte, ya'ni misolda yana ham tushunarli bo'ladi. Birinchi misol, Ali şimdi evde uyuyordur. Ali hozir uyda uxlayotgandir. Uyumak fe'li uyuyor hozir zamon hosil qilingan va unga dur qo'shildi. Oxirgi ulli o bo'lgani uchun o'shanga moslab dur qo'yildi. Ali hozir uyda uxlayotgan bo'lsa kerak. Nima ma'no beryapti? Taxmin ma'nosini beryapti. Taxmin. İkinci misal, sempozyum 24 Ekim'de yapılacaktır. Bu nima? Rasmiy. Eee sempozyum. Sempozyum qachon bo'lar ekan? 24 oktyabrda bo'lar ekan. Bu eee saytda yoki shu sempoziumni tashkil qilgan odamlarni o'sha ish joyini o'sha saytida yoki afish bo'ladiku, reklamada ma'lumot berilyapti. Yapılacaktır. Bu rasmiy yozuv bo'lgani uchun bunda ishlatiladi. Bu to'g'ri ma'lumot o'sha paytda bo'ladi va buni o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha kuni qilinishga belgilangan. Ya'ni rasmiy ma'nolarda gapga chiroyli chiqish uchun yapılacaktır deb qo'yiladi. Nimaga bu yerda tir bo'ldi? Fe'l oxiri k bilan ajak, ejak, kelasi zamon bilan tugagan-ku, k.
K harfidan keyin yana qo'shimcha kelgan bo'lsa, u so'zda bo'lsin yoki o'zi qo'shimcha bo'lib turib, ishqilib so'z oxiri K bilan tugagan bo'lsa, undan keyin D bilan boshlangan qo'shimchalar qo'shilganda bu D imiz nima bo'lardi? T harfiga o'zgarib ketadi. A1da shuni ko'rganmiz. 8 ta harf bor. So'z oxiri mana shu harflar bilan tugasa, ularga qo'shimcha qo'shilganda bu harflar o'zgaradi. Shulardan bittasi D harfi. Nimaga o'zgaryapti? T harfiga o'zgaryapti. Demak biz mana bu dir, dir, dur, dur yoniga nimani qo'shishimiz mumkin? Tir, tir, tur, turda qilib yana qo'shimchamizni ko'paytirib shuni orasiga yozsak bo'lar ekan. Tir bo'lib ketdi. K harfi kelgani uchun. K harfi bo'lmasdan boshqa harf bo'lganda fe'l oxiri unda dir kelardi. Keyingi gapimiz bence yarın toplantı olmayacaktır. Menimcha ertaga majlis bo'lmaydi. Olmak, ol fe'lni o'zagi, ma inkorni ma'nosini bildiradi. Ajak kelar zamon, ajak kelar zamon qo'shimchasi va tir nima shu mana bu hozirgi qo'shimchamiz. Bu ham taxmin ma'nosini bildiradi. Elektriği Edison bulmuştur. E, anaqani elektrni kim topgan ekan? Edison ixtiro qilgan ekan. Bu ensiklopediyada berilgan matn bo'lishi mumkin, dars kitobida berilgan matn bo'lishi mumkin. Bilgi berma amaçlı berilyapti va matnlarda o'zgartirib bo'lmas to'g'rini bildiradi. Ya'ni bu shu odam topgani ham biladi, bu aniq. Uni ixtiro qilgan elektrikni bu o'zgartirib bo'lmagan deyishmas, to'g'ri. Va bu joyda, bu gapda mana shu qo'shimcha ishlatilishi ma'qulroq. Ahmed şimdi yo'ldadir. Ahmed hozir yo'lda bo'lsa kerak. Taxmin ma'nosi. Endi bu ismlar bilan kelgan. Dir qo'shimchasi fe'lga ham qo'shilar ekan, fe'l bilan birga ko'rdik. Ismlar bilan birga ham kelar ekan, uni ham ko'ramiz. Misol uchun yo'l ism bu fe'l emas. Unga da, yo'lda, uyda degan da qo'shimchasi qo'shildi, keyin dir qo'shimchasi qo'shildi, yo'ldadir. Ev sıcaktır, sıcak. Undan keyin tir qo'shimchasi qo'shildi, sirali ism plus shu qo'shimcha bo'ldi. Ya'ni bu qo'shimchamiz ham fe'llar bilan, ham ismlar bilan birga kela oladi. Antalya bu mevsimda çok sıcaktır. Antalya bu mavsumda juda ham issiqdir. Ya'ni bu deylik qaysidir ma'lum bir mavsum. Deylik iyul, avgust, sentyabr oylarini bitta mavsumda bolagan bo'lsak, mana shu mavsumda juda ham issiq bo'ladi. Bu har yili bo'lgan narsa va bu ma'lumot uchun bilgi ma'nosida berilayotgan narsa va bu o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun bu gapda tir degan qo'shimcha ishlatiladi. Buni tushundik. Mashqlarga to'xtalib o'tirmaymiz, chunki misollar ko'rib chiqdik. Savol, taklif, mulohazalar tushunilmagan joy bo'lsa yoki biron joy tekshirib berish kerak bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yoki Telegramdan bog'lanishinglar mumkin. Xo'p, biz keyingi grammatik mavzuyimizga o'tamiz. 5-uniti tugadi, 6-uniti. Yetarlilik fe'li. Yetarlilik degani nima degani? Bu fe'l o'zi nima degani? Yetarlilik, qobiliyat, malaka degani. Yetarlilik, qobiliyat va malakani ifoda qiladigan fe'llar. Bu nima bo'ladi? Fiziksel va zihinsel yetarlilik anlatmak uchun qo'llanadi. Ham jismonan, ham aqlan biror narsaga malakangiz bor, mahoratingiz borligini tushuntirish uchun ishlatilgan fe'l. Bu ingliz tilida can, could, be able to ga tushar ekan. Bu yetarlilik fe'lini olumlu, ya'ni musbat gap holatidagi formulasi qanaqa bo'ladi? Mana ko'kko'chada berib qo'ygan. Xo'p, fe'l keladi. Qanday qilib bo'libdi fe'l? Undan keyin nima qo'shilamiz? Fe'l oxiridagi undosh yoki unli kelib kelmasiga qarab abil yoki yabil, ye nimaga qo'shib qo'ygan? Chunki fe'l oxiri undosh bilan tugagan bo'lsa, ye qo'yilmaydi. Unli bilan tugagan bo'lsa qo'yiladi. Shuning uchun qo'shimcha olib qo'ygan. Abil yoki yabil, ebil yoki yebil, ebil ham bo'lib keladi. Abil emasda ebil ham bo'lib keladi. Abil, ebil yoki yabil, yebil qo'shimchasi qo'shiladi. Undan keyin yetarlik fe'l mana shu. Yetarlik fe'l bildirgan qo'shimchamiz mana shu joyi.
Undan keyin nima qo'shilar ekan? Zamon eklari. Xohlagan o'sha gapimizni qaysi zamonda aytyapmiz? O'tgan zamon, geniz zamon, geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Ana shu qo'shimchalar biri keladi, gapga qarab qaysi zamon aytmoqchi bo'lsak. Ulardan keyin bu zamon qo'shimchalari fe'lga qarab kelishi, kelmasligi mumkin gapga qarab. Undan keyin kelishi mumkin. Nima kelishi mumkin? Kishi eki, ya'ni zamir qo'shimchasi, ya'ni gelirimdagi im, gideriz, biza boramiz degandek oxirgi o'zbektilligimiz turkchada gideriz is qo'shimchasi. Misol uchun, ben bu problemi çözebilirim. Çözmek degan fe'li olishgan, çöz. Unga yetarlilik fe'li qo'shimchasi abilir, ebilirdan bittasi ebilir qo'yilgan. Ebilir qo'yildi. E, ebil qo'yildi. Undan keyin ir qo'yildi. Nima? Bu ir qaysi qo'shimcha? Bu zamon qo'shimchasi. Qanday zamon qo'shimchasi? Geniş zamonning qo'shimchasi. Undan keyin im kelgan. Bu nimaning qo'shimchasi? Kishi eki, ya'ni man, bu ishni man qilganligimni bildirgan zamir qo'shimchasi, ya'ni ben, san, o, biz, sizni ifodalagan kishi eklari qo'shilgan. Endi buni olumsuz, ya'ni bu gapni inkor holatda qanaqa ishlatamiz bu qo'shimchani? O'shani tushuntiradi. Birinchi ko'rinishi yetarlilik fe'lini bu olumsuz biçimde kişinin bir fiil yapmaya gücü yetmemesi, başaramaması söz konusudur. Ya'ni hozir bu birinchi holatimizda mana bu formulasini berib qo'ygan. Nima bo'larkan? Bitta odam bir ishni qilishga kuchi yetmaydi yoki bajara olmaydi. Shuni ifoda qiladi. Xo'p, bu qanday yasaladi? Fe'l plus a yoki ya, fe'l oxiri undosh yo'lib tugashiga qarab ye keladi yoki kelmaydi. Shuning uchun qovushda turibdi. A, ya yoki e bo'lib keladi. Fe'l oxirida unga qarab yoki ye qo'shimchasi qo'shiladi. Keyin olumsuzlik eki. Ya'ni mana shu bizani olumsuzligimizni bildirgan joy mana bu. Olumsuzlik yetarlilik fe'lida olumsuzlik holatini bildirgan a, ya va mana bu joy, asosiy joy, olumsuz eki qo'shiladi. Olumsuzlik eki inkorni bildirgan qo'shimchamiz. Undan keyin kelishi mumkin yoki kelmasligi ham mumkin. Qo'shimchaga qarab yoki faqat zamon eki kelishi mumkin yoki zamon eki kelmasa kishi eki kelishi mumkin. Ya'ni illa shu formatda bo'lishi kerak deganimiz. Fe'l ya olumsuz eki illoki bo'lishi shart. Mana shu chizgan joyimgacha. Bular holatga qarab, gapga qarab kelishi mumkin. Hop, zamon eki biza gapimizni qaysi zamonda aytayotgan bo'lsak, o'sha zamon qo'shimchasi va undan keyin kishi eki. Misol, o piano chalamas. Chalmak, pianino chalmoq. Chalmoq chal fe'li. Undan keyin a fe'li oxiri undosh bilan tugagani uchun ani olgan. Chala bo'ldi. Undan keyin olumsuzlik eki ma yoki me gapga qarab ma bo'ldi. Undan keyin zamon eki yo'q, chalamas. Zamon eki yo'q bu yerda. Nimaga o'tib ketgan? Yo'q, zamon eki bor. Chalamaz. Çalamaz'ı harfi şunu bildiradi. O chalamaz. O chalar. O kitap okur. Okur. Sen okursun, ben okurum. Yo'q. O okur. O okumaz. Deganimizda shu qo'shimchasi. U pianino chala olmaydi. Nimani bildiryapti? Bir fe'lni qilishlikka kuchi yetmasligini yoki bajara olmasligini bildirib kelyapti. Chal fe'l a mana bu bizning olumsuzligimizni gapimizni bildirgan qo'shimcha yetarlilik fe'lini hosil qilgan olumsuzlik variantida yetarsizlikni bildirgan qo'shimchamiz. Undan keyin inkorni bildirgan, olumsuzlikni bildirgan qo'shimchani o'zi. Undan keyin mumkin zamon va kishi eklar. Bu birinchi variant edi. Endi buni ikkinchi ko'rinishiga qaraymiz. Olumsuzlik yetarlik fe'lda olumsuzlik ikkinchi variant qanaqa bo'ladi? Fe'l yetarli fe'l bo'limiz uchun taxmin so'z konusu. Endi bunda taxminni bildiradi. Gapimizni umumiy ma'nosi taxminni bildiradi. Fe'ldan keyin inkorni bildirgan ma, me.
Undan keyin boya musbat gapirayotganimiz yetarlik fe'li abil, ebil, yabil, yebil shu yoqqacha kelishi shart. Undan keyin gapga qarab kelish mumkin. Geniz zamon va kishi eki. Bunda faqat geniz zamon kelishi kerak ekan, har qanday zamon emas. Zehra yarın okula gelmeyebilir. Zahra ertaga maktabga kelmasligi mumkin. Gelmek fe'l formulaga qarab ishlagan bo'lsak, mana bu meni qo'shimchasi. Hop, undan keyin ebilir, ebil, ebil keldi nima? Abil, ebil yetarlilik fe'l qo'shimchasi. Undan keyin zamon, geniz zamon qo'shimchasi. Ya'ni geniz zamongacha kelish shart ekan bu yerda. Fe'l inkor, keyin yetarlilik fe'li bildirilgan abil, ebil, yebil, yabil qo'shimchasi. Undan keyin geniz zamon ar, ir, ur yoki r qo'shimchasidan bittasi. Undan keyin kishi eki kelishi mumkin yoki kelmasi ham mumkin. Mana bu gapda kishi eki kelmagan. Zahro ertaga maktabga bora olmaydi. Kelmasligi mumkin. Ya'ni bu yerda taxmin. Kelmasa kerak deb o'ylayapman. Lekin kelishi ham mumkin. Aniq ma'noni ifoda qilmayapti. Keyingi grammatik mavzuyimiz. Endi mana shu yetarlilik fe'lini funksiyalari nimalarni bajarib keladi? Birinchisi izn, reja ma'nosida, ruxsat olish, iltimos qilish ma'nolarida, so'rash, iltimos qilib so'rash ma'nolarida ishlatilib keladi. Misol uchun, sinfdan chiqabilirmiyim? Sinfdan chiqsam maylimi degan ma'no bor. Ruxsat olish. Hayır, chiqolmassan. Yo'q, chiqa olmaysan. Bana saati söyleyebilir misiniz? Bu iltimos ma'nosida, ruxsat ma'nosida emas, rijo ma'nosida kelyapti. Menga soatni ayta olasizmi? Lütfen ekmeği uzatabilir misiniz? Bu ham rijo ma'nosi, izn ma'nosida emas. Birinchi gapim izn ma'nosida edi. Yana nimani bildirib kelishi mumkin? Ehtimol, taxmin. Bir narsani ehtimol qilish yoki taxmin qilish ma'nosida keladi gapimiz. O'shani bildirib keladi bu qo'shimchalar, yetarli fe'l qo'shimchasi. Bu gece yağmur yağabilirmi? Bu gece yağmur yağışı mümkünmü? Nima taxmin, ehtimol. Bu gece kar bile yağabilir. Ya'ni bugun kecha shu darajada sovuqki, bu kecha hattoki qor ham yog'ishi mumkin deyapman. Bu akşam to'planti olabilir. Bu akşam majlis bo'lishi mumkin. Turkiyada yashayabilirim. Turkiyada yashashim mumkin, lekin aniq emas, taxmin, ehtimol. Yana nima ma'noda keladi? Nima ma'no ifodalab keladi? Tavsiya. Tavsiya qilish ma'nosida kelarkan, birinchi gapimiz İzmirda Efes'i gezebilirim. İzmir shahrida Efes degan joyni aylanishim mumkin. Meryem ona kilisasini ziyorat edebiliriz. Maryam ona cherkovini tomosha ziyorat qilishimiz mumkin, lekin ziyorat qilmasligimiz ham mumkin. Bo'sh zamonlarimda kitob o'qiyabilirsin. Tavsiya beryapti. Bo'sh paytlaringda kitob o'qishing mumkin. Menga tavsiyam bu. O'qiyabilirsin. Bu iltimos, izn ma'nosi yoki rijo ma'nosi emas, yoki ehtimol, taxmin ma'nosi emas. Bu tavsiya ma'nosida kelyapti gapimiz. Öğleden sonra tiyatroya gidebilirsin. Obeddan keyin teatrga borishing mumkin. Menga tavsiyam. Hala bor, hala borma. Göztepe'deki hastaneye gidebilirsin. Göztepe degan joydagi kasalxonaga borishing mumkin. Senga eng yaqin больница manimcha o'sha yoqqa borishingni tavsiya qilaman demoqchi. Bular qiyin emas. Bularni gapda qancha ko'p qurilsa, qancha ko'p mashqlar bajarilsa, o'shanda yana ham tushunarliroq bo'ladi, miyaga o'rnashadi. Lekin qiyin emas. O'zbek tili juda ham o'xshash albatta. Va oson qo'shimchalar. Keyingi qo'shimchamiz zarf fe'llaridan fe'l ib. Bu qanaqa zarf fe'l? Bu iki kişinin arka yapıldığını, iki işin arka yapıldığını anlatmak için kullanılır. Yani fiil, mana bu qolip bor.
zarf fe'llardan e, ikkitasini tushuntiradi hozir bizga. Birinchisi it. Fe'l plus it bo'lishi mumkin yoki fe'lni oxiridagi unli bilan tugagan bo'lsa ye kelishi yoki kelmasligi mumkin. O'shaning uchun ye qo'shimcha turibdi. Bu to'rt xil bo'ladi. Ip bo'lishi mumkin nuqtasiz i bilan. Ip qo'shimcha deb bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki fe'l oxiridagi unliga qaraymiz. Up bo'lishi mumkin nuqtasi u bilan va ip bo'lishi mumkin qo'shimchamiz nuqtali u bilan. To'rttasidan bittasi keladi. Fe'lga direkt qo'shiladi. Bu nimani bildirar ekan? Ikkita fe'l, ikkita ish harakat ketma-ket orqa-orqaga bajarilganda ishlatilinadi va va degan bog'lovchini o'rniga keladi. Bu qo'shimcha kelganda va degan qo'shimcha ishlatilmaydi. Misol uchun, bugun o'qishga ketib, sinov so'zlarini o'rganalım. Bugun maktabga borib, o'zbek tilida bu qo'shimcha bor. Borib, ip degan qo'shimcha bor. Bugun maktabga borib, imtihon javoblarini o'rganaman. Maktabga borishligi va imtihon javobini o'rganishligi ketma-ket. Ikkalasi fe'l va ketma-ket bajarilyapti. Bu gap o'zi qanaqa bo'lgan? Sodda qilib qanaqa bo'ladi? Bugun o'qishga gidejam bo'ladi. Misol uchun buni o'rtasiga it o'rniga yoki ip degan qo'shimcha kelganda, ip zarf fe'llari kelganda va degan qo'shimcha kelmas. Buni va bilan qilgan bo'lsa qanaqa bo'ladi desa, bugun o'qishga gidejam yoki giderim geniz zamonda yoki kelasi zamonda gidejam yoki hozirgi zamonni ishlatib turib kelasi zamonni bildirayotgan bo'lsak, gidiyorum, bugun o'qishga gidiyorum ve nima qilaman? Sinov so'zlarini öğreneceğim, öğreniyorum, öğrenirim. Zamonga moslab turib yoziladi va oraga va degan qo'shimcha keladi. Ana shuni ishlatmaslik uchun shuni chiroyliroq variantda ishlatish uchun ip qo'shimchasini, zarf fe'l qo'shimchasini qo'shdik. Ravish fe'lni hosil qildik. Bugun maktabga borib, imtihon javobini o'rganaman. Charchi chiqib, chiqmoq ip qo'shilgan. Chiqib, bu yerda ip qo'shilgan, bu yerda ip qo'shilgan. Bozorga borib, alış-veriş yapmayacakmıyız? Bu narsa olmaymizmi? Ayşelerle pikniğe gidip, Ayşeler bilan piknikka borib, bu güzel günün tadını çıkaralım. Bu yaxshi kunni nima deydi? Tadini chiqaralım degani tadini chiqaralım degani nima degani? Bu yaxshi kunni mazza o'tkazaylik, ya'ni mazasini chiqaraylik, mazza qilib dam olib kelaylik degan ma'nolarda. Endi keyingi zarf fe'limiz, ravish fe'limiz, ravish holatda bo'lgan fe'l. Qanaqa bo'lar ekan? Fe'limizga madan qo'shimchasi qo'shilar ekan. Bu madan ikki xil bo'ladi. Madan yoki medan bo'lishi mumkin. Madan, medan. Fe'limizni oxirgi ullisiga qarab madan, medan bilan. Bu nimani bildiradi? Yan cümledeki, yan cümlecikdeki işin yapılmadığını, temel cümledeki işin yapıldığını anlatmak için kullanılır. Nima deyapti? Asosiy gapni asosidagi fe'lni, ish harakatini bajarilganligini bildiradi, lekin ikkinchi darajali bo'lgan fe'limiz, ish harakatimizni qilinmaganligini bildiradi. Misol uchun, yemek yemadan evdan chiqdi. Ovqat yemasdan uydan chiqdi. Asosiy gapimiz evdan chiqdi. Asosiy fe'limiz, asosiy ish harakatimiz uydan chiqdi. Bu bajarilgan. Lekin uni bu gapimizda yana qo'shimcha bir ma'no berilgan fe'limiz yemek yemadi, ovqat yemasdan deb turib, ya'ni shu gapimizni to'ldirish uchun kelgan so'z birikmasi ovqat yemasdan. Ana shu ish harakati bajarilmagan. Mana shu yon asosiy so'z birikma emasda qo'shimcha ma'no uchun qo'yilgan so'z birikmalari deymizmi, qilinmaganligini, asosiy fe'lni bajarilganini bildiradi.
Xo'p, keyingi gapimiz hech ushlanmadan, shuni tarjima qilaylik. Filmni ko'zini qirpmadan seyretdi. Kinoni ko'zini yummasdan tomosha qildi. Kino tomosha qildi. Bu asosiy fe'limiz. Filmni seyretdi. Bu gapimiz asosiy ma'nosi, asosiy ish harakati. Uni orasi qo'shimcha ma'lumot uchun berilgan. Ko'zini kiritmadan, ko'zini qimirlatmasdan, yopmasdan degan ma'noda bu ish harakati bajarilmagan. Ya'ni ko'zni qimirlatish, yopish ish harakati nima qildi? Bajarilmaganini bildiryapti. Madan, medan. Keyingi grammatik qoidamiz bormikan? Qaraymiz. Bor ekan. Xo'p, misollarga qarang, gaplarni qaysi ma'noda kelganini o'rganing deyapti. Gap bergan va yonida nima ma'noda kelganini ham aytib qo'ygan. Birinchi gapimiz, ben tennis o'ynayabilirim. Men tennis o'ynay olaman. Bu yerdagi o'ynaybilir bu gap nimani bildiryapti? Ya'ni to'g'rirog'i o'ynaybilirim fe'li nimani bildiryapti? Yetenek, qobiliyat, malakani bildiryapti. Penjera ochabilir misin? Derazani ocha olasanmi? Bu yerda ochabilir misin? Nima ma'no bildiryapti? Reja, iltimos ma'nosini bildiryapti. Misol uchun, sefir imtihonlarida nima bo'lib kelishi mumkin? Turkcha imtihon kirganingizda gap beradi. Shu qaysi ma'noda kelyapti? Yetenek, reja, izn deb kelishi mumkin. O'shaning gapga qarab ajrata olishimiz kerak. Uchinchi gapimiz sigara ichabiller miyim? Sigaret chaksam bo'ladimi? Nima ma'noda kelyapti? Izn, ruxsat olish ma'nosida. To'rtinchi gapimiz alış-verişni kapalı çarşıdan yapabilirsiniz. Ya'ni alış-verish biror narsa oladigan bo'lsangiz, kapalı çarşı yopiq bozordan olishingiz mumkin. Kapalı çarşı bozori nomi. Kapalı çarşıdan olishingiz mumkin. Bu nima? Tavsiya. Yapabilirsiniz. Şemsiyeni al, zontigini ol. Öğleden sonra yağmur yağabilir. Peshindan keyin yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu nimani bildiryapti? Ehtimol yog'ishi ham mumkin, yog'masligi ham mumkin. Shu bilan tugabdi. Bu yog'ida lug'atlar bor. Lug'atlar albatta beriladi Telegram kanalida. Dinlama joylari bor, ular beriladi. O'quv matnlari bor, o'qib beriladi. Tarjimasi lug'atga qarab o'zinglar qilsanglar bo'ladi, chunki shu deyarli 12-chi dars, 13-chi darsgacha bo'lgan mavzularimiz hammasida o'quv matnlari injilanib, ya'ni yaxshilab tahlil qilib, qanaqa tahlil qilish o'rgatildi. O'shaning uchun oxirgi ikkita darsimizni faqat grammatikaga ajratdik va matnlarni o'qib, unaqa tahlil qilmadik. O'zinglar qilsanglar ham qila olishinglar uchun, o'zinglar qilishinglarga tashvik, ya'ni tavsiya bo'lish maqsadida ham qilinmadi. O'quv matnlari beriladi, dinlama matnlari beriladi, inshaalloh lug'atlar ham beriladi va biza ikki grammatik mavzularni tugatdik. Bu 14-chi darsimiz va inshaalloh keyingi darsimiz B1 darajada bo'ladi. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.